Hürmetli vatandaşım, ikinci leksiyimizden başlayımız. Prezident Trump, Amerika Çavuşen'ge yakki halda takabıl turuşta tayyarlanıp koydu dedi mavzulu haber. 4. ayının 3. günü Amerika Ovazı'nın Xitay tili programı ilan kılındı. Haber mındak başladı. Amerika'nın prezidenti Trump mındak dedi. Eğer Jungo Çavuşen meselesini hal kılmaydıyken biz hal kılımız. Prezident Trump mındak dedi. Eğer Jungo Çavuşen meselesini hal kılmaydıyken biz hal kılımız. Amerika Qo'shma Shtatlarının Prezident Trump Angliya yapılma ameli gazetigi mındak ko'rsatdi. Jungo'nun Çavuşen'ge ta'siri zo'r. Jungo yoki bizga yordam qilib Çavuşen'ge taqobil turish kerak yoki tashlab o'tish. Agar ular aralashmaydi ekan, undaqda har qanday bir tarafga foydasizdir. Nima deydi Prezident Trump? Jungo yoki bizga yordam qilib Çavuşen'ge taqobil turish kerak yoki tashlab o'tish. Ko'pchilik agar ular aralashmaydi ekan, undaqda har qanday bir tarafga foydasiz bu. Haftaning 4. kuni Prezident Trump Florida shtati dengiz bo'yidagi xususiy klubida Jungo'ning raisi Xi Jinping bilan ko'rishdi. Haftaning 6. kuni Prezident Trump Florida shtatida dengiz bo'yidagi xususiy klubida Jungo'ning raisi Xi Jinping bilan ko'rishdi. Ular 2 kunlik suhbat jarayonida suhbatning eg'irlik nuqtasi shubhasizki Çavuşen yadro qurollari plani masalasiga markazlashdi. O'tmishdagi tahdid va embargo Çavuşenning yadro qurollari davlati bo'lish tirishchanligini to'sib qola olmadi. Amerika mutaxassislari ogohlantirib mundaq dedi. Çavuşen 6. qatim yadrosini g'ilib berish planini tuzayotdi. Tokyo mundaq ko'rsatdi. Bu yil 2. oyda Çavuşen Yapon dengiziga raketa qo'yib bad. Buningga taqat qilib turishga bo'lmaydi. Amerika Qo'shma Shtatlar davlat bexatarligi yordamchisi pul muomala gazetiga mundaq ko'rsatdi. Tasavvur qilishga bo'ladiki, Çavuşen eng kechikkanda 2021-yili Prezident Trump'ning birinchi qarorliq vazifa muddati oxirlashganda yadro raketa qurollari bilan Amerikaga hujum qiladigan iqtidorga erishdi. Amerika Qo'shma Shtatlarining Birlashgan Davlatlar Tashkiloti turishliq vakili Nikki Haley yakshanba kuni ABC televiziyasining bu haftalik programmasida mundaq ko'rsatdi. Hozir Jungo nima? Ular ko'ngil bildigan bahona sabablarni izlaydigan vaqt emas. Balki harakat qo'llanadigan vaqt yetib keldi. Nikki Haley mundaq ko'rsatdi. Ular qanday ko'ngil bo'ladi? Ya'ni Jungo qanday ko'ngil bo'ladi? Bizga oshkorlash kerak. Ular Çavuşen'ge besim işletish kerak. Çavuşen'ni to'sib qola oladigan birdan-bir davlat Jungo. Aqsaray Çavuşen'ge taqobil turadigan barliq tanlashni o'ylashyapti. Jumladan harbiy harakatni bor. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mudofaa ministrligining sobiq ministri Carter haftalik programmasida mundaq ko'rsatdi. 1994-yili sobiq prezident vazifa o'tayotgan mezgilda Amerika Çavuşen'ning yadro tadqiqot o'rni Yanpingdagi atom qurollari bazasini yoki aslahalariga avval hujum qilishni planlagan edi. 1994-yili sobiq prezident Bill Clinton davrida Amerika'nın atom kuralları bağlı, Çavuşen'nin atom kuralları bazı tədqiqat oruna hücum qilishni planlagan edi. Sobiq minister Carter mundaq ko'rsatdi. Harbiy ishlar vositani qo'llanish, izchil va shunday o'yinish kerak bo'lgan tanlashdir. U mundaq ko'rsatdi. Çavuşen'nin raketa bazalariga avval hücum qilib zarb berganda, balki Çavuşen'ning Koreyaga hücum qilishini keltirib chiqarishi mumkin. Shundaqla Çavuşen'ning o'zil kesel
mag'lub bo'lishini keltirib chiqarishi mumkin. Lekin o sobiq minister Carter ogohlantirib bunda ko'rsatdi. Bu harekatning oxirgi natijasi bir maydon urush. Bu urushning zo'ravonlik darajasi shundoq bo'ladi-ki, Çavuşan urushidan beri ko'rib bakmagan bir darajada zo'ravonlik bo'ladi. Sobiq minister bunda ko'rsatdi. Çavuşan hozir Amerika Qo'shma Shtatlarining Çavuşan yerim orali tahdid paydo qilish va qiyofat ko'rishni ta'kidlayotganligini yaxshi biladi. U yana bunda ko'rsatdi. Jungo bilish kerak. Çavuşanning gumron bo'lishi birlikka kelgan Amerika Qo'shma Shtatlari bilan ittifoqlash bo'lgan bir Koreya Jungo bilan chegaradosh bo'ladiganligidan derak berdi. Buni Jungo bilib olish kerak.